yuzingiz chiroyli bo'lishini xohlasangiz, men bugun sizga chia urug'idan mazali smuzini quyuq variantini qilishni o'rgataman. Bu uchun bizga istalgan yogurt kerak bo'ladi. Men buni sirazu ikkita qildim. Undan keyin albatta chia urug'ini sovolasiz. Keyin esa albatta banan ham qo'shing, chunki bu juda ham foydali. Agar yogurt bo'lmasa, siz uni sutga, suvga qilishingiz mumkin. Agar yogurtga qiladigan bo'lsangiz, juda ham mazali chiqadi. Muz qaymoq ham qo'shing, agarda birozgina semirishni ham istasangiz. Bularning barchasi yuz uchun juda ham foydali. Ayniqsa, agarda sizda qabziyat bilan, ugrilar bilan muammo bo'lsa, albatta bu smuzini qilib ko'ring, chunki bu yuz uchun juda ham foydali. Xullas, men bularni hammasini qolganidan keyin chia urug'ini ham ustidan sepib, yaxshilab aralashtirib 2-3 soatga olib qo'yaman. Agarda siz bu smuzini kechki payt qilib ertalabki zavtrakka ham yesangiz bo'ladi. Yishingizdagi o'zgarishlarni bir haftada mani akkauntimga o'tib, profilim shapkasida Telegram kanalim bor. U yerda men har kuni bepul makiyaj bo'yicha darsliklarni berib boraman. Agarda siz linkni qayerdaligini topa olmasangiz, unda Telegram orqali poiska Mohirabonu Umarova deb yozsangiz, hamma darsliklarim chiqib keladi.